hayotda boy yoki kambag'al bo'lishi mumkin insonlar. Bu tabiiy. Boyga ham ibrat bor, kambag'alga ham ibrat bor. Boy inson deganda biz doimo men aytamanki juda ko'p dunyosi bor insonni tushunamiz. Vaholanki payg'ambar alayhisolamning hayotlarini o'qigansiz, payg'ambar alayhisolam o'ta boy inson bo'lmaganlar. Lekin saxovatlari boylarikidan afzal bo'lgan. Biz bugun ihson qilar ekanmiz, orttirib ozroq qilamizda. Masalan 100 ming bo'lsa, endi to'g'ri hammani deb misol qila olmayman, lekin aksari misol qilib aytaman. Kissangizda 100 ming bo'lsa, 10 ming so'm ihson qilib yorsangiz hech ham bilinmaydi. Lekin 100 ming bo'lsa 100 mingni ihson qilish uchun endi katta mardlik kerak. Ba'zi boy insonlar ham ihson qilsa gapiraveradi. Men anaqa qildim, men bunga qildim, arzimagan narsasini ham gapiraveradi. Lekin payg'ambar alayhisalomni saxovatliklarini o'qisangiz, o'zi bitta ko'ylak bo'lsa, shuni so'rasa shuni ham berganlar. Bir kuni bir hayyot ayol, ya'ni tikuvchi ayol payg'ambar alayhisalomga kiyim tikib berdilar. Payg'ambar alayhisalom kiyib chiqdilar. Qarasalar nihoyatda Rasulullohga mos bir libos, go'zal bir libos, yanada u libos chiroy bo'ldi. Shunda o'tirgan sahobalardan birlari: "Ya Rasululloh, shu ko'ylagingizni menga hadya qilmaysizmi?" dedilar. Payg'ambar alayhisalom darrov yechib haligini hadya qilib o'rganlar. Sahobalar yig'lashdi. Aytishdiki, bilib turibsan, Rasulullohning kiyimlari ko'p emas. Bir ayol xosatan Rasulullohga tikib berdilar. Qara Rasulullohga qanday yarashdi. Shuni ham so'rading-a? Bilasan-ku, so'rasang yo'q demasliklarini. Nimaga so'rading? Kiyiming yo'qmidi? Biz berardik kiyimimizni yechib deganlarda, yo'q, Rasulullohning badallari tekkan libosni kiyay dedim deganlar. Rasululloh ana shunday berishlikni ham ko'rsatib qo'yganlar. Xo'p, kambag'al insonda Rasulullohga nima ibrat bor desa, payg'ambar alayhisalomni eslang, bir kuni tol tushda chiqdilar, qorinlar och holatda. Qarasalar Abu Bakr ham turgan ekan, uni ham qorni och. Hazrat Umar radhiyallohu anhu uni ham qorni och. Payg'ambardagi zoti duo qilsalar osmondan taom nozil bo'lishi mumkin. Duo qilsalar uylariga kirganlarida dasturxonda bir necha xil nozik ne'mat nozil bo'lishi mumkin bo'lgan payg'ambarning xonadonida bir necha kun tutun chiqmagan. Tutun chiqmadi degani o'tin yoqib qozon qaynamagan degani. Demak, faqir inson Rasulullohning hayotini yo'q to'xta. Rasululloh menchalik faqir bo'lmagan ekan-ku deb faqir inson ham payg'ambar alayhisalomning hayotlaridan namuna oladi. Rahbar insonga ham, qul insonga ham Rasulullohda ibrat bor. Har qanday toifadagi rahbar, bir kichkina bir zavodni boshlig'i bo'ladimi, mahallani boshlig'i bo'ladimi, shahar hokimi bo'ladimi, davlatni podshosi bo'ladimi, farqi yo'q. Payg'ambar alayhisalomda ibrat bor. Nima ibrat bor? Rasululloh rahbarlik qilar ekanlar, adolatni ko'rsatdilar. Rasululloh rahbarlik qilar ekanlar, qo'l ostidagi va atrofidagi sahobalardan xabardor bo'lardilar. Ko'ngillarni og'ritmasdilar, harakat qilardilar. G'azablansalar yuzlari qizarib ketgandan sahobalar noto'g'ri qilganini bilardilar. Hatto 10 yil uylarda xizmat qilgan Anas radhiyallohu anhuning gapini eslang. Men 10 yil xizmat qildim. Biron marta Rasululloh meni biror bir ishimni, xato qilganimni qattiq jazo bermaganlar dedilar. Anas radhiyallohu anhu Rasulullohning xizmatkor sahobalaridan birlari. Demak, rahbar inson ham Rasulullohning siratlarini o'qir ekan, o'zi uchun nima oladi? Namuna oladi. Hayotda xursand bo'lgan inson uchun ham, xafa bo'lgan inson uchun ham namuna bor. Rasululloh xursand bo'lsalar, hamd aytardilar, tabassum qilardilar. Kavsar surasini tafsirida, Kavsar surasi nozil bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nihoyatda g'amgin bo'lganlar. Chunki oxirgi o'g'illari vafot etganda, shunda munofiqlar, yahudlar aytganki, ana Muhammad abtar bo'ldi degan, ya'ni kesik degani. Zurriyot qolmadi, o'g'li qolmadi, davomchisi qolmadi. Ma'nosida gap tarqatishgan. Payg'ambar alayhisalom hali gapdan ta'sirlandilar, lekin Alloh taolo Rasulullohni xursand qilib Kavsar surasini nozil qilgan. Mufassirlar aytadi, ana shu surani sababi nuzulida payg'ambar alayhisalom shunda boshlarini egib o'tirib, birdan tabassum bilan qaradilar sahobalarga, hatto kulganlarida tishlari ko'rindi. Sahobalar so'rashdi, "Ya Rasululloh, nima bo'ldi?" deganlarida, "Alloh taolo menga Kavsarni berdi" deganlar. Mana shu Kavsar surasi eng kichik sura. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna a'taynakal kawthar fasalli li robbika wanhar inna shani'aka huval abtar. Ey Muhammad, biz senga Kavsarni berdik. Va o'rtadagi oyat Qurbon hayiti namozi va qurbonlik qilish va oxirgi oyat esa seni abtar deguvchilar, ya'ni zurriyoti kesildi, davomchisi kesildi deganlarni o'zi abtardir degan
oyat nozil bo'ldi va bir ma'noda Rasulullohni bu qalblariga surur kiritdi va xursandliklaridan hamd aytdilar. Endi mahzun insonchi desa, payg'ambar alayhisalomning ham mahzun kunlar juda ko'p bo'lgan. Xususan qarindoshlari tomonidan qanchalar tosh otildi. Abu Lahabdek amakilari qayerga borsa Muhammad kazzob deb yurdi, ergashmanglar deb yurdi. O'z qarindoshlaridan musibat ko'rdilar. Makka mushriklaricha yoki qamal qilingan davrlarcha yoki mushriklarning qilgan zulmlaricha hammasi payg'ambar alayhisalom boshidan o'tgan. Demak, bugun mahzun bo'lgan inson ham Rasulullohning hayotlarini o'qir ekan, mahzunlik kelganda nima qilishlikni Rasulullohdan o'rganadi. Yosh inson uchun ham, keksa inson uchun ham Rasulullohda ibrat bor. Yoshlar Rasulullohning hayotini o'qib shijoatli bo'lsa, keksa insonlar Rasulullohning namoz o'qir ekan oyoqlari ishib ketganini, yig'laganlaridan soqollari ho'l bo'lganligi to'g'risidagi hadislarni o'qir ekan aytadiki, to'xtab tur, Rasulullahdek zot shu yoshda oyoq ishib ketadigan darajada namoz o'qish uchun demak ancha soat tik turish kerak degani. Men peshinni o'qib kelib hammaga vahima qilyapman, masjidda peshin o'qib keldim deb 4 rakat farz, 4 rakat sunnat, 2 rakat sunnat, 10 rakat. Asrga borib kelsam, men katta ish qildim deyapman. Lekin Rasululloh biz uchun ibrat deb bemor inson ham o'ziga ibrat oladi. Mavlud deganda shuni tushunamiz. Shundaylar-a, mavlud shu. Mana hozir men sizlarga Rasulullohning hayotlaridan gapirib berdim. Mavlud shu, boshqa narsa emas. Yana bir karra aytaman. Mavlud raqsga tushish emas. Mavlud hayit kuni emas. Agar mavludda hayit kuni qilsa shariatda bidat ish qilgan bo'ladi. Mavlud payg'ambar alayhisalomni ko'proq eslash.